Hozirga relslarimizni ko'rsam, qanaqa ulab qo'yganimizni cho'tki chiqqan. Xudo xohlasa mana shuni ko'ringlar. Qanaqa yurishini, aylanadigan joylarga mana shu relsdan ishlatsanglar, ana eskani plastikmasali rels uni joyi bor. Bir xilgina shu joyga, mana shu joyga ham shunaqa qilyapti. Mana bu joyga qanaqa ideal chiqqan, ko'rasizlar? Tekis ketgan temir rels. Mana soya tushib turibdi. Endi hozir bu yerda telefon yaxshi ko'rinmayapti. Ulaygan narsa chiqqan, buni ko'rasizlar. Hadi kel. Bunisini mana qilib ulab ketsanglar bo'ladi. Zo'r narsa relslarni ulab cho'tki qilib qo'yib ketsa bo'ladi. İçine başta zor çıkan. Birisini, birisini ko'rsanglar. Necha metr, 100 metr bo'lsa ham ulab ketaverasizlar. Mustoqil chiqaramiz. O'rnam ashya zo'r. Muammo yo'q. Temir rels zo'r. Buklanadigan rels zo'r mana xudo xohlasa. Eski plastmassadan ko'ra bu yaxshida, sog'lom zo'r turadi. Bemalol ishlaturasizlar. To'g'rimi? Ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu kuchuklar ilmoli g'ildiraylar, xullas mana ketyapti, ko'rasizlar, yurib. Mana mana shu yerdan qanaqa o'chishni ko'rasizlar. Mana shu joyda ulangan joy bor. Necha metr bo'lsa ulab ketaverasiz, saytingiz bilan qarab turinglar. Mana shu o'chishni mana ulangan joy bor. Hali buni to'g'rilamadim, qarang, ketishni mana ketdi. Mana shu parvozni shu yerdan ketadi mana. Hammasi ketdi. Просто qo'limni kuchim yetgancha bo'ldi. Hop. Mana shu muammo shu ketdi, hech qanaqa ovoz ham chiqmadi.